Assalomu alaykum barchaga azizlar. Bugun jozibador ayollarni, ya'ni o'sha magnit ayollarni 7 xil sirlarini birgalikda fosh qilamiz. Videodan uzoqlashmang qizlar. Juda ko'pchilikdan menga savollar kelgan munosabat mavzusida, siz magnit ayol mavzusida, jozibador ayol qanday bo'lishi kerakligi haqidagi videolarni bizga ko'proq ulashing degan kommentariyalarga ko'ra men munosabatda aynan nimalar muhim ekani haqidagi ushbu videoni e'tiboringizga havola etishni istadim. Uni oxirigacha ko'ring. Jozibador ayol yoki bir magnit ayol, munosabatda omadli ayol, umuman olganda mana bu so'zlar ketganda biz odatda biroz egoizmni ustun qo'yadigan ayollarni yoki bo'lmasam glamurlikni tasavvur qilamiz, to'g'rimi? Masalan, qizil rangli pomada, qizil ranglarni kiyishga jasorat topyapti. Mana bunda ayollik energiyasi bor. Mana shunaqa gaplar bugun juda bo'lgan. Ya'ni qimmatbaho parfyumlarni ishlata olyapti, o'zidan qizg'onmayapti. Mana shunaqa gaplar bugun jozibador ayol timsolini bizda namoyon qila boshlagan. Umuman olganda qaysilardir qisman to'g'ridir, ammo bugun biz buni ichkarirog'iga kiramiz. Ya'ni siz ham qizil pomada olib charchagan bo'lsangiz, uni ish bermasligini tushunib yetgan bo'lsangiz, ortiq bu afsonalarga ishonishni istamasangiz, videoni oxirigacha ko'ring va asl 7 psixologik sababni men bilan o'rganing. Demak, gapni cho'zib o'tirmaymiz. Birinchi va asosiysi qizlar, yuz. Bizni yuzimiz biz haqimizda juda ko'p narsani aytadi aslida. Munosabatda, suhbatda va umuman ayollik energiyamizni ko'rsatishda. Men yuz dedim va aniq bilaman 90% qizlar hozir darrov o'zidagi tashqi detallarga e'tibor qarata boshladi. Ya'ni bilar edim yuz muammoligini menda. Yuzim katta yoki yuzim kichkina, burnim kichkina, katta, qovog'imni oldirishim kerak, uni to'g'rilashim kerak, yuzimda buni to'g'rilashim kerak degan detallarga e'tibor qaratishga shoshilib ketmang. Men umuman boshqa, ya'ni undan ham muhimroq va chuqurroq narsa haqida aytyapman. Ya'ni bu sizning yuzingizdan chiqayotgan signal, ya'ni vibe haqida gap ketadi. Bu vibening 2 xil turi bor qizlar. Birinchisi ochiq, ikkinchisi yopiq. Sizda qaysi bir turi bor? Qani o'zingizni bir hozir tahlil qilib ko'ring. Ya'ni ochiq va yopiq yuz deganda sharqona odob haqida gapirmayapman. Ya'ni bu bilan adashtirib qo'ymang. Bu boshqa narsa. Bu psixologik nuqtai nazardan ochiq yuz, ya'ni bu ichkaridan xotirjam. Menga mana shu yerda bo'lish yaxshi. Men o'zimni xotirjam, sokin, ishonchli his qilyapman. Menga hammasi yaxshi. Men norozilik kayfiyatida emasman degan bir sokin yuz. Mana bu ochiq yuz. Ikkinchisi esa yopiq yuz. Siz tilingiz bilan aytmasangiz ham ichkaridagi notinchlik, ichki xavotirlar, qo'rquvlar, rad etilish qo'rquvlari, samootsenka bilan bog'liq bo'lgan xavotirlar, hammasi sizni ichingizda to'fon qilayotgan bir vaqtda siz hech qachon ochiq yuz ifodasini, ya'ni vibe-ni ko'rsata olmaysiz. Bu ongsiz ravishda suhbatdoshingizga yetib boradi. Ya'ni u sizga aytmaydi, siz xafamisiz demaydi, sizda nimadir bo'lyaptimi demaydi, siz u qadar ehtimol emotsiyalaringizni ko'rsatmayapsiz, ularni yaxshigina kontrolga olyapsiz, ammo ishoning, ichkaridagi notinchlik sizni tashqi vibe, yuz ifodangizga to'la to'kis ta'sir ko'rsatadi. Unutmang, yuz bu maska emas. Bu bizni ichki qalbimizni oynasi, ya'ni ko'zgusi, bizni ichki jarayonlarimizni aks ettiruvchi ko'zgu hisoblanadi. Ikkinchisi bu tabassum. Ya'ni tabassum deganda men stomatologlar tomonidan ishlatilgan chiroyli farfor tishlarni yoki kosmetolog tomonidan qilib berilgan chiroyli lablarni nazarda tutmayapman. Tabassum bu ichki qalbingizdagi quvonchni yuzingizda mimika orqali namoyon bo'lishi haqida. Ya'ni ustozim shunday derdi. Insonni agar qalbida biron bir tushkunlik bor bo'lsa, biron bir bezovtalik, stress, xavotirmi bor bo'lsa, va u o'sha vaqtda tabassum qilishi kerak bo'lsa, ya'ni soxta kulib berish kerak bo'lsa, uni ko'zlari hech qachon bu ssenariyda kula olmaydi. Ya'ni sizni mimikalaringiz qanchalik harakat qilmasin, lablar qanchalik ishlab bermasin, agar sizda ko'zlar ichkarida sizda notinchlik bo'lar ekan, ko'zlar bu vaziyatda hech qachon alday olmaydi. Ular yolg'on gapirishni bilmaydi. Bu falsafiy so'zlar emas, aslida bu psixologik fakt hisoblanadi. Mana shuning uchun ham hatto shunday bir hazil mavjud.
psixologik hazil. Ya'ni siz agar kayfiyatsiz bo'lsangiz, uni soxta tabassum bilan yashirmang, yaxshisi ko'z oynak taqib oling. Ya'ni ko'zlaringizni yashiring. Bu narsa aslida bejizga aytilmagan qizlar. Ya'ni sizdagi ichkaridagi yaxshi kayfiyat, ishonch, quvonch bu bevosita siz mimikalarni ishlatmasangiz ham, lablarni, tishlarni ko'rsatmasangiz ham sizni ko'zlaringizda aks etadi. Uchinchisi esa nigoh. Ya'ni ayol kishining nigohi qayerga qaratilgani, qanday chuqurlikda ekani, qanday ma'no borligi, ya'ni biroz falsafiy eshitiladi, ammo bu ishonavering psixologik tasdig'ini topgan faktlardan biridir. Ya'ni eye tracking deb nomlangan tadqiqotni olib borishadi psixologlar va u yerda erkak nigohini trayektoriyasini o'rganishadi va qiziq narsaga guvoh bo'lishadi. Bu yerda ulardagi trayektoriya nigoh, ya'ni ko'zlar, qomat va yana ko'zlarga borib taqaladi. Mana shunday ekan, sizning qalbingiz sizni ko'zlaringizda namoyon bo'ladi. Magnit ayolning 5-siri bu o'zini qadrlash, o'zini sevish, ya'ni ухоженность deydi rus tilida. Buni aytganimda juda ko'pchilikda yanglish tushuncha paydo bo'ladi. Ya'ni ular hozir siz ham aytayotgandirsiz, doimiy salonga chiqishga meni vaqtim yo'q, men unda egoist bo'la olmayman. Menda ortiqcha mablag' yo'q, bo'lsa qilardim. Gap sog'liqni qadrlash haqida ketyapti. Ya'ni sizni o'zingizga bo'lgan munosabatingiz haqida ketyapti. Sog'lom tiniq teri haqida emas yoki qimmatbaho siz ishlatayotgan o'zingizni sevganingiz uchun ishlatayotgan qimmat krem haqida emas gap. Gap sizni o'zingizga bo'lgan e'tiboringizni, ya'ni siz sog'lig'ingizga e'tiborsiz emasligingizni ko'rsatish, ya'ni uni kichik detallarda isbotlash orqali. Masalan, siz yogaga borarsiz, ehtimol nima uchun? Kasal bo'lmaslik uchun. Siz qaysidir zararli taomlarni yemaysiz, nima uchun? Siz sog'lig'ingizni asraysiz. Mana bu narsalar siz o'z sog'lig'ingizni qadrlayotganingizni ko'rsatadi. Mana bu narsa ухоженность, ya'ni ozodalik, tozalik. Nima uchun bular sizga kerak? O'ylab ko'ring. Siz o'zingizni qadrlayapsiz bu yerda. Sizga ya'ni palapartish turmush tarzi sizni nima deydi? O'zingizga nisbatan hurmatingizga to'g'ri kelmasligini ko'rsatib beryapsiz. Mana bu narsalar haqida gap ketyapti. Siz o'zingizni qadrlaysiz, sog'lig'ingizni qadrlaysiz. Bu narsa o'z-o'zidan ongsiz ravishda, instinktiv ravishda erkak ongida paydo bo'ladigan hissiyot, ya'ni demak bu ayol qadrli, demak uni qadrlash kerak, demak u ehtiyot qilinishi kerak degan signalni jo'natadi qizlar. Navbatdagi sir bu osanka, ya'ni qomat, ya'ni qomatni tikligi. Juda ko'pchilik buni faqat jismoniy sabab, ya'ni bukchayib yurishi insonni bu faqat unga jismoniy jihatdan nuqson beradi deb o'ylaydi. Aslida bu yerda psixologik nuqsonni ham keltirib chiqaradi. Ya'ni siz haqingizda psixologik jihatdan ongsiz ravishda ko'p narsani aytadi, ongsiz ravishda ko'p narsani anglatadi. Ya'ni ko'rganmisiz hech xursand odam bukchayib, qorni oldiga chiqqan holatda qo'llari osilib yurganini ko'rganmisiz? Yo'q. Mana shuni o'zi gapimning oddiy bir isboti, ya'ni koinotda o'zini o'rnini hech bir aybdorlik hissisiz, ya'ni mavjudligi uchun uzr so'ramasdan, qo'pol qilib aytganda, egallay olgan, xotirjam borib egallay olgan ayol tabiatdan o'ziga ancha ishonchli va ichki barqarorlikka, oporaga egadek ko'rinadi. Agar sizda bu ichki barqarorlik, ya'ni opora yo'q bo'lsa, siz tashqaridan qancha harakat qilmang, sizdagi osanka biroz oldinga egilish holatida namoyon bo'ladi. 6-si bu energiya. Mana bu sir eng muhimi. E'tibor bering. Bu energiya deganda juda ko'pchilik bir falsafiy so'zlarni yoki bo'lmasam bir ezoterikani tushunadi, mavhumlikni tushunadi. Ya'ni aynan nima bu energiya? Tushunmayman. Energiya nima bu deydi. Ko'pchilik tushunmaydi buni. Men oddiyroq tushuntiraman. Energiya bu aslida ezoterika emas, bu aslida neyrobiologiya. Ya'ni bu siz istayotgan narsani asl ildizi desak ham bo'ladi. Nima uchun? Qanday qilib? Tasavvur qiling, bir xonada bir super model o'tiribdi deylik. U lekin charchagan, ichkaridan xafa, nima uchundir ishonchi pasaygan o'ziga, mana shu holatda o'tiribdi deylik. Uning yonida esa oddiy ko'rinishdagi bir qiz, ammo yaxshi kayfiyatda, yaxshi ichki bir energiya bilan
ijobiy hislar bilan o'tiribdi deylik. Sizningcha qaysi biri erkak psixikasi tomonidan magnit sifatida tortiladi? Birinchisimi yoki ikkinchisi? Psixologik faktlar esa aynan ikkinchisini ko'rsatadi. Ya'ni nima uchun bunday bo'ladi? Avvalambor hissiy yuqumlilik degan narsa biz insoniyatga xos xususiyat, bundan qocha olmaymiz. Ya'ni biz o'zimizni baxtliroq, quvnoqroq, yaxshiroq his etadigan davralarga, insonlarga qarata tortamiz. Ya'ni ongsiz ravishda qilamiz bu harakatlarni. Ular yonida qolishni afzal bilamiz. Ya'ni hayot stress va charchoqlarga to'la va shuning uchun ham biz insonlar odatda tabiatimizga ko'ra sokinlikni, baxtni, quvonchni, yaxshi energiyani tanlashga va mana shunday insonlarga tortilishga moyil bo'lamiz. Va unutmang qizlar, hech bir brend kiyim, hech bir brend ifor, hech qanaqa hashamat, hech qanaqa professional makiyaj yoki kosmetologik muolajalar sizdan chiqayotgan ijobiy energiyani o'rnini bosa olmaydi. Bu umuman boshqa mavzu, bu umuman o'rni almashmaydigan sizdagi resurs. Eng so'nggisi bloklar va magnit. Ya'ni bu nima? Bloklar bu bizdagi yopiqlik qizlar, bilib oling, magnit esa ochiqlik. Bloklarimiz juda ham ko'payib ketgan vaqtida biz odatda magnit ayol bo'la olmaymiz hech qanaqasiga. Ya'ni suhbatda ko'zga qarashga uyalish yoki qo'llarimizni mana bunday chalishtirib olish, ha yo'q javoblari bilan osonroq qutulishga harakat qilish, suhbatdoshimizni oldida bo'lar ekanmiz, bu unga nisbatan ongsiz signallarni yuboradi. Ya'ni men o'z dunyoyimdaman, men seni kiritmayman, mendan uzoq tur, menga yaqinlashma degan signallarni u sizdan ongsiz qabul qiladi va bu yerda magnetizm yo'qoladi sizdagi bloklar hisobiga. Magnetizm esa nima? Qayerda paydo bo'ladi? Bu ochiqlik, sizdagi yumshoqlik, samimiylik va muloqotga tayyorlik. Mana bu esa sizda energiya sifatida ajraladi va ongsiz ravishda suhbatdoshingiz tomonidan qabul qilinadi. Mana shunaqa gaplar. Qizlar, video yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling, kuzatishda davom eting. Hali qiziqarli ma'lumotlar va psixologik faktlar oldinda. O'zingizni ehtiyot qiling.